Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Haval Deno avtosalonida juda katta yangilik. 25 million chegirma bilan xarid qilasiz, ya'ni 25 million foyda bilan xarid qilsangiz bo'ladi. Ilk qo'shimchasiga 5 millionlik parak shunday bonusga beriladi. Mana shu. Ko'ryapsizmi? 5 million so'm turadi bizning obunachilarga, bizni ko'rib kelganlarga shunday padarka, bonusiga, qo'shimchasiga bu. Yana shu haqida bir batafsilroq ma'lumot bersangiz o'zingiz. Assalomu alaykum. Akajon, yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Moshinalarimizga hammasiga skidka e'lon qildik. Shu oy uchun именно mana shu Dargo avtomobili uchun 25 million chegirmada xarid qilib olib ketsangiz bo'ladi. Undan keyin именно sizni videoyingizdan kelganlarga 5 millionlik parogimiz bonusga. Shunday qo'shib beriladi. Shunday qo'shib beriladi aka. Shu hisobda 30 million so'm foydada mashinani olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Buni hozir nechta pozitsiyasi bor bizda? Buni ikki xil pozitsiyasi bor. Aslida 400 million, 430 millionlik versiyalari bor. Bu full pozitsiyasi hisoblanadi. Eng fulli shu ha hozir. Eng fulli hisoblanadi. Bu full pozitsiyasini sizni videodan kelganlarga birinchi pozitsiyasini pulida qilib beramiz. Bosib oladigan joyga yetib keldik, to'g'rimi? Shunday aka. Yana qaysi modellarimizda hozir ketyapti shunaqa bonuslar, aksiya? Bu oy uchun aka hamma mashinalarimizga skidka e'lon qildik. Eng kamida 10 million, 15, 20, 25 milliongacha foydada olib chiqib ketsangiz bo'ladi. M6 mi, Julion, H6 mi, eng yangiliklardan biri H9 mizga ham bu skidka qilib e'lon qildik. 10 million ham skidka. Shunday. Mana o'rtoqlar, juda ko'pchilik shu modelni kutayotgandi. Bemalol 10 million skidkada ham buni olib ketsangiz bo'ladi. Xullas, Haval Denoda hamma mashinalarga chegirma bor. Hammasiga aka. Yana bitta bunga bonusi, bunda ham parok. Bunga ham qo'yib beriladi. Bunga ham parok, keyin brizgaviklar ham bonusiga. Mana o'rtoqlar, hamma yog'i bonus bo'lib ketyapti. Qarang. Parok bonus. Brizgavik. Brizgavik deyiladimi? Brizgavik bonusiga. Bonus bu ham. Komplekt. Komplekt qo'yib beriladi. Buni adashmasam ikkita pozitsiyasi bor ham buni? 3 xil pozitsiyasi bor. 3 xil ha. Bu ikkinchi pozitsiyasi. Ikkinchi pozitsiya ham polni panorama. Polni panorama, 2 turbina, 4x4 aka, off-road mashina bo'ladi bu. Keyin ramalik, baqot, ramaga kuzov kuydirilgan bu. Orqada 220 tog'am ishlab chiqarib beradi. 7 mestalik oilaviy aka. Tog'ga deysizmi? Ish qilib yo'lda sizni uyaltirib qo'ymaydi. Umuman yo'l tanlamaydi, to'g'rimi? Umuman yo'l tanlamas. Mana o'rtoqlar, ko'rib turganingizda eng katta mashinalarimizdan biri mana shu. Shunday o'tirasiz. Bo'ldi. Rechagni bitta ko'rsating. Rechag ham samolyot rechag, qaranglar. Ichki salonlari aka, massajlari bor, barlarda xoladenlik bor. Polni salon qiziydi, abagrev. 3 zonali klimat kontrol bo'ladi aka. 7-mestdagi ham klimat kontroli bor buni. Yo'q, orqadan ham bemalol boshqarib, shopirni bezovta qilmasdan orqa klimat boshqarsa bo'ladi. Haqiqatan mana o'rtoqlar, hamma qulaylikka ega bo'lgan. Bu necha pul boshlanadi endi boshlang'ich? Bunga yana bitta yangilik aka. O'zi juda ko'p yangilik bo'ldi bunga. Oldin 50% boshlang'ich to'lov bilan rassrochkaga olib ketsangiz bo'ladi. Hozirda 35% boshlang'ich to'lov to'lab 0% rassrochkaga olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Mana o'rtoqlar, 35% to'laysiz, hech qanaqa 0% rassrochkada olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Necha yilga olib chiqib ketsa bo'ladi buni? 1 yildan 4 yilgacha olib chiqib ketsangiz bo'ladi. 1 yildan 4 yilgacha mana kelib bemalol olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Kelib haydab ko'rsa ham bo'ladi. Test drive'larimiz bor aka. Bemalol kelib, xohlagan odam olmasa ham test drive qilib haydab ko'rishi mumkin. Xohlagan mashinasini. Bemalol kelib istalgan modelni haydab ko'rsangiz bo'laveradi, hech qanaqa muammosi yo'q. Yana qanaqa modellarni tanishtiraylik? M6, H6. M6larimiz aka. Bunga rassrochkalarimiz, to'lov usullari juda ham qulay bo'lib ketdi bunga. Rosa ommalashgan mashinalarimizdan biri shuda. Juda ham aka. Juda ko'pchilik so'rayotgan mana shu M6. Bu necha puldan boshlanadi?
Bu 250 milliondan boshlanadi, 280 milliongacha. Bu full pozitsiyasi hisoblanadi. Bunga ham chegirmalarimiz, skidkalarimiz bor, rassrochkalarimiz. Oldin qarang, 30% to'lab 1 yilga olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Hozir 30% to'lab 1,5 yilga olib chiqib ketsangiz bo'ladi. 50% ni to'lasangiz 2,5 yilga qilib beramiz. 0% dan. O'zini pulini O'zini to'laydi. puli hech qanaqa foiz qo'shilmaydi. Ko'ryapsizmi o'rtoqlar? 5% o'zini pulini to'lab chiqarib ketsangiz ham bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, juda komfortligi ko'p bu modelimizda ham. Hamyonbop. Mana o'rtoqlar, M6. H6 dan bormi shunday aksiya? Shunday. H6larimizga ham imtiyozli kreditlarimiz ochilgan. Standart emas, imtiyozli. Imtiyozli degani foizi kamaytirilgan, tushgan foizlar. Bunga ham chegirmalarimiz, skidkalarimiz bor aka. Bularga ham amal qiladi. Bu nechi puli buning narxi? Bu 330 milliondan 390 milliongacha. Bunga yana bitta yangilik aka, birinchi pozitsiyasida oldin luk bo'lmasdi. Tomidi, seli tomidi. Hozir birinchi pozitsiyasi keldi salonimizga. Panorama luk bo'lib keldi aka. Birinchi pozitsiyada ham uje panorama, to'g'rimi? Panorama uje birinchi pozitsiyadan komfort boshlanadi. Mana o'rtoqlar, ko'pchilik o'ylanib yurganlarga ham birinchi pozitsiyada ham polniy komfort, hamma yog'i. Polniy panorama komfortga qaranglar o'zi. Shunday mashinaga o'tirasiz, o'zi cho'sit qilishni boshlaysiz shu yoqdan. Sidenalari hamma yog'i Elektronli, pamyat sideniya bor, polniy salon abagrev, rul, bokovoy, laboygacha qiziydi aka. Mana o'rtoqlar, ko'ryapsizlar. Голосовой sistema, беспроводный zaryadka, besключевой, abduflar bor. Hamma yog'i bor-da, to'g'rimi? Hamma tomon. Orqada sambuferlari bor aka, zavodskoy sambufer. O'zini samfer bor. O'zini sambufer. Qani shuni ham bir ko'raylikchi bo'lmasa? Elektronli bo'ladi aka, bagaji. O'zi ochiladi. O'zi ochiladi, o'zi ochiladi. yopiladi. Xohlasangiz oyoq bilan ham ochib yopsangiz bo'ladi. Misol uchun. Zo'r ekan shunisi. Mana bu zavodskoy sambufer aka bu. Mana bu samfer, ha? Qarang, bunday zapaskani ustiga qanday joylashtirgan. Gap yo'q lekin. Bu mashinalarda olib hech qanaqa navorot qilmaysiz, uxlasiz, tayyor minasiz aka. Haqiqatan ham chiqol qil, polik qil, balon yumshoq qo'y deb yotmaysiz. Xohlagan modelni olasiz, o'zingiz haydab ketaverasiz. Hech qanaqa ortiqcha rasvot qilmasdan. Skidkalarimiz, bularga ham imtiyozli kreditlarimiz, foizlari tushdi. Bemalol boshlang'ich 25% to'lab 1% dan yiliga 1% dan ham xarid qilib ketsangiz bo'ladi. 1% deyarli yo'q narsa-da. Shunday, 1% deyarli yo'q narsa. Keyin 2026 restyling bo'ldi. Bunda avtozapusk qo'shildi aka. Pultdan, masofadan turib o'taltirib yoqsangiz bo'ladi. Pultni o'zidan ham o'zida qo'yib yotmaysiz qo'shimcha. Qo'shimcha qo'yib yotmaysiz, o'shanaqa nazorat qilingan. Buni hozir nechta pozitsiyasi bor bizda? 3 xil pozitsiyasi bor aka. 280 milliondan 330 milliongacha bu full pozitsiyasi. Skidkalarimiz har bir pozitsiyasiga amal qiladi. Eng fulli aynan shu, to'g'rimi? Shunday. O'rtoqlar, mana eng fulli. Ko'rib turganingizdek, salon ishlar juda chiroyli. Hatto torpedalari ham kojinga qilingan. Polniy salon abagrev aka. Salonlar polniy kojada ishlatilgan, qimmat, arzon narsa ishlatilmagan. Puliga stoyt mashina. Даже pulidan ham komfort kuchliroq. To'ppa-to'g'ri aytganingizdek, juda komfortli, chiroyli mashina. Men o'zi aynan imенно shu mashinani anchadan beri olaman deb niyat qilib yuribman. Xudo xolasa, juda tez orada shu niyatimizga yetamiz, nasib qilgan bo'lsa agar, albatta. Buni 5% qilib chiqarsak ham bo'ladimi bu modelni? Bo'ladi aka. Eng kamida 25-30% boshlang'ich to'lov qilib 1 yildan 4 yilgacha olib ketsangiz bo'ladi. Hech qanaqa foizsiz ham chiqarsa bo'ladi, to'g'rimi? Chiqarsa bo'ladi aka. Ko'rib turganingizdek o'rtoqlar, Haval Deno avtosalonida shu oy may oyiga juda katta chegirmalar, bonuslar hammasi aynan
Siz hurmatli kuzatuvchilar, mijozlarimiz uchun bemalol kelib istalgan mashinani mana shu yerda o'zida haydab ko'rib olsangiz ham bo'ladi yoki o'zingizni eski mashinangizni olib kelib, hali ham bor xizmat, Trading xizmatimiz bor, ha. Xohlagan mashinangizni olib kelib, hisoblatib, o'rniga yangi mashina olib ketishingiz mumkin. olib kelasiz, akalarimiz mana shu yerda turibdi, bemalol hisoblaydi, baholaydi, sizga ma'qul kelsa mashinani berasiz, istalgan modelni olib chiqib ketasiz. To'g'rimi aka? Shunday akajon. Hech qanday unaqa ortiqcha muammosi yo'q. O'zingizni yana ham qiziqtirgan savollar bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirsangiz ham akamizni o'zi o'qib birma-bir javob beradi. Istalgan payt pastdagi nomerlarga bog'lansangiz ham akam o'zi batafsil sizlarga ma'lumot beradi. To'g'rimi aka? Shunday. Bizni kuzatishda davom eting. Sog', salomat bo'ling.